Salom hammaga. Toshkentda kech tushdi. Yakshanba sayrga chiqqandim. Va bir narsa haqida o'ylab qoldim. Yaqinda Tilla Nisoning arxetiplar haqidagi maqolasini o'qigandim. Va unda arxetiplar, ya'ni ilk ramziy nima desa bo'ladi? Kelib chiqish ma'nosidagi ilk ramziy simvollar, ya'ni inson ongsizligining, ongining, hattoki ruh ko'lamining nimalarga borib taqalishi, qaysi joylarda nimani ko'rsatishi haqidagi maqola. Bu maqola bilan oldinroq tanishmaganim uchun afsuslandim, chunki mening diplom ishi mavzuyim Chak Palanikning Jang klubi asari to'g'risida bo'lgan va unga qo'shimcha tarzda ikkalasini solishtirganman deb ayta olmayman. Shunchaki bir o'zbek va bir jahon adabiyoti namunalarini olganman. Nazar Eshonqulning Go'roqli Yoxud hayot suvi, ya'ni Lahad romanini tahlil uchun olganman. Va o'rganishlarim jarayonida men Fight Club, ya'ni jang klubi haqida gapirmoqchiman. U yerda hozirgi zamonaviy insoniylik va jamiyat muammolari, destruktiv o'zlikning buzilishi va yana bir qancha global muammolar ko'tarilgan deb ayta olamiz. Va bu asarning yozilish yiliga qarasak 1996-yil. Lahadam 1996-yil. Shunchaki yil bo'yicha va turli mamlakatlarda, bir xil davrlarda turli yozuvchilar qanday ijod qilishyapti degan savolga javob izlaganman. Va jang klubi haqida arxetiplar bo'yicha biz arxetip turlarini sanab o'tadigan bo'lsak, bola, ona, ota, keyin o'zlik, keyin niqob, qahramon kabi arxetip turlarini ko'rishimiz mumkin. Jang klubida qahramonimiz Tayler Dardenning ham xuddi shunaqa gaplari bor. Agar Xudo otamiz bo'lsa, otamiz bizni tark etgan, ya'ni bizga qanday yashashni o'rgatmagan, aynan Xudoga tenglashtirgan, lekin otasi haqida ko'proq gapirayotgandek tuyuladi. Ya'ni u ham shunday taqdirga munosib ko'rilganlardan, ya'ni shu taqdirni yashab o'tganlardan biri hisoblanardi. Va u o'zidagi azoblarga, o'zidagi unga taqdir bergan sinovlarga, ba'zan nohaqliklarga, yashash to'g'risidagi fikrlarining bu shaklda shakllanishiga sabab bo'lgan hamma narsaga isyon ko'tarishni boshlaydi. Va bu yerda o'sha isyonning uchquni boshqa odamlarga xuddi virus kabi yuqishni boshlaydi. U o'z isyonini ko'rsatadi, shu paytgacha qilib kelgan hamma ishlarini teskarisini qilishni, ya'ni unga isyon qilib umuman ma'nosizdek harakat qilishni boshlaydi. Va shu narsa ma'lum bo'ladiki, jamiyatdagi juda ko'pchilik xuddi shu narsadan aziyat chekyapti va ular ham unga qo'shilishadi. Va natijada jang klubi paydo bo'ladi. Ya'ni erkaklik inqirozi sodir bo'layotgan bir paytda erkaklar o'zining kimligini avvalo o'zlariga, masalan onasidan, otasidan, oilasidan separatsiya bo'lmagan yoki
ayoliga o'zini isbotlolmagan insonlar aslida birinchi navbatda o'ziga o'zini isbotlolmagan, nimadir ishni juda bir qoyillatmagan zamonda, ya'ni bu uchun yozuvchi ularni aybdor qilmaydi, chunki biz shunday bir zamonda yashayapmizki, juda ham ko'p narsalarni o'zingiz qilishingiz shart emas. Shuning uchun u yerda misol uchun kasal odamlar yig'iladigan, qorong'i bo'lib qolyapti, kasal odamlar yig'iladigan guruhlarga borganida kimdir nevroz, kimdir rak, kimdir semizlikdan aziyat chekadi, kimdir qaysidir a'zosining saratonidan aziyat chekadi va bu ko'rguliklar hech biriga odamlarning aslida o'zlari sababchi emas. Lekin ular bu hayotni tashlab ham ketolmaydi, to'laqonli jamiyatning ilg'or a'zosi sifatida yashab ham ketolmaydi. Shunday bir nima deydi, qahramonlarning kesishmasi muhtasham bir hamma o'qishiga arziydigan asarga aylanadi. Va Chak Palanikni o'zini storiyasini, ya'ni kundaliklardan yoki bu haqida bildirgan fikrlaridan ko'rishimiz mumkinki, u aytadi, men necha yillardirki mana shu asarni hammaga yoqadigan tarzda, endi har bir yozuvchi xohlaydi o'zini asari hammaga yoqishini va xuddi shunday yoqadigan tarzda yozishni istadim, lekin hech qachon ko'nglimdagidek chiqmadi. Ya'ni bu asarning bir nechta alternativlari, bundan oldingi hikoya birinchi o'rinda o'zi hikoya shaklida yozilgan asar hisoblanadi va bir nechta alternativlari bor. Ular chop etilmagan, chiqarilmagan. Ning sababining o'zi ham bu yozuvchiga yoqmaganidan va keyin u shunday bir yo'l tutadiki, u asarni hech kimga yoqmaydigan tarzda yozishga qaror qiladi va bu uning muvaffaqiyat kaliti edi. Mavzudan chalg'ib ketib qoldim. Nima demoqchiman? Arxetiplarda ota arxetip bor. Qahramonlarimiz niqob arxetipidan chiqqanda, ya'ni o'sha niqobni o'zlaridan otib, irg'itib tashlashganlarida keyin ota arxetipi keladi va uni ham buzishga qaror qilishadi. Ya'ni o'zlarini shunchaki jamiyatning ziyoli yoki jamiyatning arzirli a'zosi sifatida ko'rishdan ko'ra shu arxetipni buzib o'zlik arxetipiga o'tishadi. O'zlikdan keyin o'zlari ichida qanday odam ekanliklarini anglaganlaridan keyin esa o'zlaridan qahramon yasashadi. Ya'ni o'zlarini ham buzib tashlashadi. Ya'ni o'ylashadiki, bu o'zlaridagi bor bo'lgan hamma narsa kimdir tomonidan singdirilgan. Sening e'tiqodlaring, ota-onang, masalan, oila, jamiyat qilayotgan harakatlaring, ishlaring, masalan, u yerda narrator bor, ya'ni hikoyachi juda ham qanaqadir shved texnikalari, shved stol-stullari, shunaqa chiroyli narsalarga o'ch bo'ladi va uyiga doim sotib oladi va bu bir kunda yonib ketadi. Keyinchalik u bundan afsuslanmay qo'yadi. Sababi xuddi mana shu narsalar, ya'ni u sotib olgan chiroyli narsalar aslida jamiyat bosimi degan xulosaga keladi. Ya'ni jamiyatdagi odamlar uyini chiroyli bo'lishini yoki boshqa narsalari chiroyli bo'lishini istaydi va bu ham qahramonning shu narsaga o'ch bo'lib qolishiga, ya'ni xuddi mana shu narsani tayyor qadriyat sifatida o'ziga singdirib olishiga sabab bo'lgan deb o'ylaydi va buni ham rad etishni boshlaydi. Qahramonlarimiz o'zlaridagi o'zlikni rad etishgandan keyin chinakamiga qahramon arxetipiga yetib keladi. Ya'ni oxirgi, ya'ni maqolada yozilgan oxirgi ko'rib qoldim qism, xullas
Xo'p, nima demoqchiman? Xuddi mana shu fikrlarni diplom ishimda yozmaganimga mana shu videoga muhrlab qo'yishga qaror qildim. Va qo'shimcha yaqinda Haruki Murakamining Tun zulmati ortida degan asarni o'qidim. Menga juda ham yoqdi. U haqida fikrlarimni yozdim, faqat hozir video cho'zilib ketib qoldi. Xayr. Agar kimlargadir qiziq bo'lsa, diplom ishimni ham joylab qo'yishim mumkin.